Shu hayrondaman. Damazlar narxi nimaga tushib ketyapti? Salonda birlamchi bozorga rassrochkaga berilganligi uchunmi? Mana 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damas $6000 dan ham pastga egasini ko'ndirib qo'ydim, yana savdosi bu. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari absolyutno toza. Karmetal diska balon qo'yilgan, chuqur poliklari bu. Hozirgi kunda bilasiz, babi metan bo'lsa agar metanda yura olmaysiz. O'chratib bo'lyapti. Shuning uchun aynan siz uchun propan gaz ham qo'yilgan. Zadniy moz, korobka, motor hammasi zo'r dedilar, nomlarni salondan olgan ekanlar. Savdosi bu do'stim. Gendaverni ham bersalar bo'ladi, chunki salondan nomlariga chiqqan. 32000 masofa bosib o'tgan. 23-yil. 32000 masofa. Bu degani buni olib qarasa 2 yilmi? 2 yil faqat non choyiga chiqib kelganlar bu mashina bilan. Hozir endi faqat ishlatishingiz kerak. Salon holatiga qarab. Baho bering. Uzun chuqur poliklari bor, linoleumdan tashlangan poliklari bor, karmetal diska balon, tepalari qora apshipkalar bilan kombinatsiya qilib chiroyli qilib qo'yilgan, apshipkalari ham qora qilib qo'yilgan. Mashincha zo'r. Propan gazi bu. Mazza qilasiz. Egasi aytdilar, kraskasi absolyutno yo'q dedilar. Yana ko'rib tekshirib tura olasiz. 32000 masofa bosib o'tgan. Bosishingiz kerak, bosish. Tayini qarang turibdi. Yangi. O'zi odamzod shunday. Salondan mashina olib minsa, bir qo'l mashina yaxshi deydi-ki, nima uchun? Salondan mashina olgandan keyin akkuratni minadi. Chunki u yangiligida olgan, o'zi uchun shu uchun ham akkuratni toza qilib yuradi. Qaradim. Chaqa-chuqasini topolmadim-da. Hamma joy idealniy turibdi. Idealniy-da. $5750. $5750. Yana savdosi bu. Mazza qilmaysizmi do'stim? Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Biza yakson qiling. Siz ham bitta harakat qilib, bitta yakson qiling jon jo'ra. Sog' bo'ling.